Assalomu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz marhum yozuvchimiz Abdulhakim Boqiy Iltabir akamiz tarafidan yozilgan Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Robiya Qodir xonimning hayot qismatlari bitilgan O'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. 96 yoshlik siyosiy mahbus. Xayrinsaxon ana Bajaxo ayollar turmasidagi yeshi eng cho'ng Uyg'ur siyosiy jinoyatchi. U muddatsiz qamoqqa hukm qilingan. Jinoyati o'g'lini uyda yoshirin saqlaganligi. Mo'may gunohini hech qachon bo'yniga olmagan. Uning haqiqati nihoyat oddiy va kishini qoyil qilarlik. O'g'limni uyda saqlash haqqim yo'qmikan? Ana o'z bolasini, yurak porisini uyda yotqizmay, sening sisiq hapsxonangga tashlab bersa bo'ladimi? Türmedeki ağızdan ağızga köçüp yürgen tezkirlerde aytilishicha, köp yıllar ilgiri Xayrinsaxon ananing eri hökumetning xotin təbəsidə yürgiziyotgan yo'lsiz zo'ravonliklari hamda diniy siyosatiga norozi bo'lib, yaqin kishilari bilan birlashib bir tashkilot qurgan ekan. Ular avval yurtini, andin butkul Uyg'ur diyorini ozod qilib, mustaqil davlat qurmoqchi bo'lib, ikki qitim yig'in ochgan ekan. Hamda bu jinoyat uchun Xotan viloyatlik o'ttira sud mahkamasi Xayrinsaxon ananing erini o'lim jazosiga hukm qilib etib tashlagan. Shu ishdan keyin Xayrinsaxon ananing o'g'li ehtiyot qilib qochib yurgan. Bir mezgil o'tgandan keyin Xayrinsaxon ana qaytib kelgan o'g'lini uyida yoshirib saqlagan. Xitoy soqchilari sezib qilib Xayrinsaxon anani o'g'li bilan billa qo'lga olgan. Uzoq o'tmay o'g'lini o'limga hukm qilib etib tashlagan. Eridan va o'g'ildan ayrilib, jinidan jaq to'ygan Xayrinsaxon ana turmada va sudda Xitoy hukumatining yovuzliklarini g'azab bilan pash qilib ayiblagan. Har qanday so'roq yoki sudda uning javobi faqat shu birli eg'iz so'z bo'lgan. Erimni otding, o'g'limni otding. Qini əmdi menimi etivet. Bir pay oqunun pulunu özüm tölayman. Xotan təvəsidə Xayrinsaxon anını sürüşdürülən kişi köp bolğaşqa, hökumət onun təsirdə birər vəqə yüz berib qilişidən ənsirəb, onu yalğız örümçiyə yötkəb, Bajaxo ayollar turmisiga solğan idi. U bu yerdimi qilcha boşaşmadı. Gundupaylar dəstəbki küllərdila onun quluqını tartib, silkişləb, düşkənləb, bozaq qılmaqçı boldu. Xayrinsaxon ana mərtlərcə kökrək gerib çıxıb. Atmamsa qani, qulundan kəlsə öldürüvət, qatilimni obdan tunuvalay, dəb vaqırab bozaq bolmadı. Gundupaylar içi puşqanda yana onu gəpkə tutub soraq qılatdı. Hey, qeri əksin qılapçı! Bu yişingda no'chilik qilg'icha mahallangda xotirjam yossang bo'lmasmidi? Hamma yerda qozonning qulig'i to'tgan emasmi? Mahallamiz bu yerdan battar bo'lib ketdi. Qirg'anda nimin talissan? Hamma yer hukumatning tursa. Hukumat onasining yendan apkeptimi? Hamma yer bizning tursa. Nimishqa taqashmoqdakmiz? Şinjan kimning deb baqa? Kimning bo'latdi mening? Cho'ng so'zlama qeri, ata uygulla o'lib qolsin. Men o'lsammi o'zimning yerida, vatanimda yotaman. Sen-chu, bilib qo'y. Sen bu yerda yotsang, yer musini yeklab chaqidi yoki o'likkunga o't ketidi. Bu gaplarni anglab, dekkisini yegan Gundupay Xitoy ko'zini yumib bir mahal turib olgandan keyin cho'nqur bir uf tortib etib, o'rnidan asta turib ketib qolatdi. Bir kuni Xayrinsaxon ana yotgan kamerdagi bir Uyg'ur ayol. Hey cho'ng ana, qirg'anda bu dardlarni tortqicha jim yetib singan neningni yesangchu, sen nim qila olayding? Xotanliklaring nim qila olaydi? deb uning chishiga tegdi. Xayrinsaxon ana bu gaplarni anglab, kamerda yotgan 20dak ayolga asta so'zlashga boshladi. Hey bolalarim, xotanliklarni sal chaqlamsizlarmi? Hammamiz bir Uyg'ur,
Hammamiz musulmon. Yurtni Xitoylar besib olsa, qarab yotgan munofiq bo'ladi. Vatanini so'ygan kishi imonliq bo'ladi. Mening hayotimda Xotan shahri diyorida ajoyib, g'aroyib qahramonlar, mo'tivar oqsoqollar o'tdi. 70 yil avval Muhammad Emin Hazratim 2 inisi bilan billa 10 necha ming Xotan yoshlarini boshlab g'azot qilgan edi. 2-3 oyda Xotanni fath qilib ozod bo'ldik. Qashqarda Sobit Damullam Cumhuriyet qurib, Xitoylarni qo'g'lab chiqirdigan bo'lganda, O'ruslar kelib Xitoy bilan birlashib, Xotanni yana besib oldi. Orqadilla bu kamnumuslar kelib, qilmig'ini qolmadi. 1955-yil kuzda Abdulhamid Damullam bilan Fatihiddin Mahsum 10 mingdak Uyg'ur dehqonlarini qurollantirib, Atchoy kentida qo'zg'olonga tayyorlanganda Xitoylar qurshab kelib nurg'un yoshlar shahid bo'ldi. Bu kamnumus deganlar 1958-yili Fatihiddin Mahsumni 1 yildan keyin Abdulhamid Damullamni tutib olib etib etdi. Shu yillarda yana Qarqashda Boqiy Damullam, Muhammad Damullamlar, Lupta Abdulqodir Damullam qatorliqlarmu necha ming kishini boshlab qurolliq urush qilib, Xitoylarning qo'lida shahid bo'lib ketdi. 1962-yili Tursun Hofiz Qarqashda yoshlarni tashkillab, Sharqiy Turkiston partizanlari tashkilotini qurib, qurol, o'q, dori yig'ib, qo'zg'olonga tayyorlanganda posh bo'lib qilib nurg'un yoshlar o'ldi. Turmalarga kirib yotdi. Hey tixi 1981-yili qog'iliq paysa avatlarda qurolliq urush qilgan yoshlarni demamsizlar tixi. 1995-yili 7-oyning 7-kuni qo'zg'olib namoyish qilib, Xitoyning Xotandagi ma'muriy mahkamasi bilan soqchi idorasini besib olib, qo'rshov ichida qilib tutilib qolgan. Turmalarga kirgan minglagan yoshlar bizni deb yotdi emasmi? Hey bolalarim, bu davo o'lmaydigan davo, bilib qo'yinglar. Tarixdan buyon Xotanning tuprog'i boturlarning qizil qini bilan bo'yalgan zamin. Xotan xalqi qosh tishidek sof va suzuk, qosh tishidek mustahkam va ching. Ayollar bu so'zlarni anglab qattiq ta'sirlandi. Ba'zilari ko'z yosh qildi. Hey Robiya xon qizim, dedi Xayrinisaxon ana bir kuni doktorxonada ukol urgandan keyin holsizlanib yetib qolganda uni yemak bilan yo'qlab kirgan Robiya xonimga qarab eg'ir holsirab turib. Sizlar millat uchun hisobi yo'q savob ishlarni qildilar. Ming ana shirkatini qurib, Uyg'ur ayollarining boshlamchisi bo'ldilar. Mana endi millatning g'amini yeb bu yerda yotidilar. Hey, sizlarning bir yerlari bizning Xotanning cho'qqanlariga o'xshab turdi. Qollari meningki bilan o'xshashmikin deyman. Shundoq ana, mening dada bovam Xotan qarqashiq bo'ldi, dedi Robiya xonim Xayrinisaxon anaga kulimsirab. Shu ko'zim tunidi. Yanamo ishkirlab so'rab baqay. 1957-yili Xitoy kam nomuslari bizning yurtlarda millatchi, o'ngchi, zo'migar deb Uyg'urlarni o'ltirgil turganda, Xon Eriq yezisidagi Xadijxon yurtdagi oqsoqollarga maslahat silib, yoshlarni qo'zg'ab, qo'zg'olon qilgan edi. 10 necha kun ichida quliga o miltig'i, ketman, bolqi palto ko'targan 10 necha ming dehqon Xadijxonga ergashdi. Atrofdagi yezlarning hammasi uning quliga o'tdi. Hukumat avatgan soqchilar o'liklarini ilib aron qutulib qochib ketdi. Hukumat Xotan viloyatlik siyosiy kengashining raisi Nosir Hojini qo'zg'olonchilarni aldashga avatgan edi. Xalq uni urib o'ltiribdi. Hey, Xitoylar nurg'un askar avatib atrofni qo'rshib oldi. Nurg'un kanitlarda xeyli uzungacha urush bo'ldi. Xadijxon Botur shu janglarning birida shahidlik sharbatini ichdi. Urushdan keyin Xadijxonning qabrisi gulchechakka purkunib ketdi. Xoin Nosir Hojining qabrisi bo'lsa gandiga to'shib ketdi. Hey, qiziq ish qaraslar.
o'tgan kechgan horug'liqlarning eshigimi Nosir hojining qabrisi yiniga kelganda tezaklab qo'yamish deb Xayrinsaxon ana huzurlanib kuldi. Hey Robiya qizim, silning nur yig'ib turgan ko'zlarida, saxovat jaqnab turgan chehrlarida ana shu Botir qo'mondon Xadichaxonning ruhini ko'rgandeklik qilaman. Rahmat ana, rahmat. İnşallah hammamizga shu qahramonlarimizning jasoratini, aql-farosatini nisib qilsin, dedi Robiya xonim Xayrinsaxon onaning og'zidan chiqayotgan mardona so'zlardan mamnun bo'lib. Amin qizim, Alloh nisib qilar. Mo'may umidlik ko'zlarini Robiya xonimdan uzmay bir haza qarab turdi. Hey Robiya Qodir, senmi topgan targingni bu qiyriga bergil turding. Puli jiq bu qiyrining 9 tal bu yerda. Bu haq bek yurtsuyar o'm haqkan. Bütün xotandagi tunmagan hamma odam degidek bu qiyriga xalta pul avatib turdi. Ürümçik kelgan xotanlikning bu qiyrin yo'qmay ketadigan oz, deb pichirladi bir gundupay Robiya xonimga. Shu asnoda doktorxonaga kirgan turum boshliq vaqirdi. Hey Robiya Qodir, doktorxonaga dori olman deb kirib, sen bu qiyri o'lmaydiganga ish og'irtib ketdingmi? Darhol ishingni qilib yo'lingga mang. Ko'rdingmi bu qiyrining johilligini? Bir emas 2 puti go'rga sangilay deb tursimi, yana Sharqiy Turkiston davlat qurmiz deb xom xiyol qilib yurginni. Robiya xonim o'rnidan turdi. Xayrinsaxon mo'ma uning ko'z oldida rostilla Xadichaxon Boturdek, Nuzug'umdek, Iborxondek, Tomarisdek ulug'vor bir qiyofatda ko'rinishga boshladi. Gulnisoning gunohi. Türme başqa bir dünya. Siyasi mahbuslarning, ijtimoiy jinoyatchilarning hamda gundupaylarning kechirmishlari, hikoya cho'chaklari, shuningdek xiyoliy to'qilmalari aralashib ketgan bir roman. 50 yildan buyon bu turmaga kirib chiqib ketganlar, yiligacha yetayotgan va g'amdan xalos bo'lganlarning beshidan kechirganlari eg'izdan eg'izga tarqilib turma tazkirasini shakllantirgan. 1990-yillarning boshlarida Botir Uyg'ur o'g'loni Shir elining boshchiligida qurilgan Sharqiy Turkiston ozodlik tashkilotidagi yoshlar Xotandan boshlab Xitoy tajovuzchilariga va g'olchilariga ajallik zarba berish kurishini qanot yaydirib, Xitoy hukumatini aloqsada qilavatdi. 1994-yili Shir eli sabdoshlari bilan qo'lga ilinib, Xitoy turmasida yotdi. Keyin ular turmadan qochib chiqib, qurolliq qarshilik harakatlarini avj oldirdi. Shir eli sabdoshlaridan bir qismini qutuldirib, Nepalga ilib chiqdi. 2002-yili Nepal hukumati uni do'stlari bilan birga Xitoyga o'tkazib berdi. Xitoylar Shir elini vahshiylarcha o'ldirib etdi. Shunda qonliq voqealardan keyin Urumchi, Qashqar, Xotan, Oqsu, G'ulja, Bo'rtala, Turpan, Qumul degandek joylardan xuddi shuning o'xshash qonliq voqealarga, siyosiy jinoyatlarga guvoh bo'lgan bir muncha Uyg'ur qiz cho'konlar, hatto qeri mo'maylarmi turmalarga sulandi. Keyincha hech qanday bir qonun belgilama hujjatlardimi ta'kidlanmagan ajoyib kulkilik jinoyatlar bilan turmaga kirdiganlarning soni ko'payishga boshladi. Ana shundaqlarning qatorida Bajaxo ayollar turmasiga kirgan qiz cho'konlarning biri Gulniso edi. Gulniso Aqsu shahardan bo'lib, dehqonning qizi. U texi to'y qilmagan yigitni do'stlari bilan birga diniy ta'limot o'rgandi hamda Uyg'ur yoshlari orasida avj elayotgan zaharlik chekimlik chekish, haroq ichish, qimor o'ynash qatorliq axloqiy buzilishlarni diniy axloq orqali to'sish, yoshlarni inoq, kuyimchan, adablik bo'lishga yetaklash niyatida bosh qo'shib, jonliq tashviqot tarbiyasini qanot yaydirgan edi.
Şayar nahiyalik Cemaat Xavfsizlik İdarəsinin saqçıları bir keçide onun uyiga bastırıp kirib, onu qo'lga oldi hamda aksi inqilobiy tashkilot qurib, hokimiyatni og'dirmoqchi bo'lgan, diniy kitoblarni saqlagan ham tarqatgan degan ayiblash bilan etib etdi. Gülnisani bo'lsa, aksiyatchi diniy unsurga tegmoqchi bo'lgan gunohi uchun 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilib, Urumchidagi Bajaxo turmasiga yo'tkab keldi. Jinoyating nima? Shayardagi saqchilar Sharqiy Turkistonchi erga tegmoqchi bo'lgan degan edi. Boshqa gunohim yo'q. Gülnisaning ham so'roqqa, ham savolga beradigan birla javobi bor edi. Gülnisa yotgan kabirga onundan keyin 20 yoshga kirmagan Roznisa degan qiz Söygini bergen diniy kitoblarni O'rta Osiyo orqali Xotanga kirgan Sharqiy Turkiston mustaqilligini targ'ib qilgan kitoblarni o'qiganligi uchun 2 yil kesilib kirdi. Uning orqasidan yana 20 yoshli Xalichani kuchardan tutib kelib so'lidi. Xalichamu diniy tashviqot qilgan erini uyda qondirganligi, hukumatga ma'lum qilmaganligi uchun qo'lga ilinib 5 yil kesilgan edi. Erleri ve söygini itip taşlangan bu 3 nefer taqdirdaş qizlar türmüde can dost bo'lishdi. Rozinnisaning kesin vaqti to'shish oldida ular uzoq muңdishib Uyg'ur yoshlarining qulluq, munqarizlik ichida axloqiy jihatdan buzuq yo'llarga ketayotganligini, yo'qsizlik, ochliq ichida jinoyat yo'lini tanlaganlarning ko'payayotganligini va bularni to'g'ri yo'lga boshlash kerakligini tahlil qilishdi hamda turmadan chiqqandan keyin davomli izdishadigan, mangu ayrilmaydigan do'st bo'lishga qasam ichishdi. Hamda bundan keyingi hayotida nodon xalqqa Xitoy hukmronlarining silayotgan zulmini tunutish, Uyg'ur xalqini ozodlik harakatlariga yetaklash uchun kurash qilishga va'dalashdi. Rozinsa turmadan chiqib ketgandan keyin Xalichaning turma muddati to'shishga oz qolgan edi. U o'zi bilan billa yotgan yana bir Uyg'ur mahbus qizga 3 do'stining ahdini tushuntirib so'zlab, uning turmadan chiqqandan keyin billa kurash qilishni so'radi. U qizmo ularga qo'shilmoqchi bo'ldi. Ammo Uyg'urcha so'z bildiganligini yushirib, bularning suhbatini haftadan beri anglab yotgan bir nafar tungan xotun xizmat ko'rsatib kesimni yeniklatish uchun ularni fosh qilib qo'ydi. Qattiq so'roq, dahshatli qiynashlardan keyin turma ichida Sharqiy Turkistonchilar tashkiloti qurgan Gülnisalar guruhi fosh bo'ldi. Gülnisaning qapqara uzun sochlarini mahkam changallab, qattiq silkishlab turib vaqirgan so'roqchi Xitoy saqchisi yerib holdan ketganiga qaramay, Gülnisaning putiga birni tepib, uni yerga yatqizib, beshiga devaylab kelib, ingishib, urib yana vaqirdi. Jinoyatingga iqror bo'lib qo'l qo'yamsan, o'lim yo'lini tanlamsan. Men bir pok Uyg'ur qizi, sendek odam o'ltirgan, odam urg'onlar jinoyatchi bo'ldi. Halsiz olgan Gülnisa ko'zini yumib olib, so'zni yana takrorladi. Sening yigiting o'limga hukm qilingan jinoyatchi, senmi jinoyatchi? Mening so'ygunim pok niyatlik, pok vijdonlik, iymon axloqlik Uyg'ur yigiti. Halal mehnat bilan oilasini qo'ydigan dehqon edi. Rahmatlik otasiga agishib ketmani dolisiga ilib yil bo'yi ishlabmi, ya ota-onasini, ya oilasini boqolmadi. Atiyazda terulg'u faslda Xitoy kelkundilar uchun yangidan bo'zyer ichish, hashar amgiga haydaldi. Yazda usul yig'digan paytda bojisilik, olvan oldigan kadrlarning ko'pligidan quruq tag'arni ko'tarib uyga qaytib keldi. Boshqa mahalldagi masjidda namoz o'qiganlik uchun jarimon to'lab necha yuz so'm qarzga bo'g'ildi. Akam hukumat belgilab bergan vaqtdan 1 yil burun bola tepib oldi deb mo'zayliq kalini tortib oldi. Yenimizdagi eng munbat suyi alvak yerga o'rilishib olgan Bingtuandikilar yilda necha ming so'm kirim qiladi. Ulardan hech kim boj olmaydi. Ular hasharga bormaydi. Ular kunda yig'inashmaydi.
asrlardan beri tarixchilik qilib, boyashat yashayotgan Uyg'ur dehqonlari endi faqatla hukumatga ochliq, paxta terib berib ulgurtolmay, necha ming so'm qarzdor bo'lib qoladi. Mening yigitim shu haqiqatni dadil so'zlagan yigit. Uning jinoyati yo'q. Sen uni aqlab avora bo'lma. Seningmi oqibating shuning o'xshash bo'ladi. Yaxshisi aqlingni top. Chapsan imzo qo'y. Nima? Senlar so'ygunimni nahaq o'ltirdinglar. Men uni mengu aqlayman. Qani, meni o'ltiringlar. Agar yigitga sadoqatman bo'lish jinoyat bo'lsa, marhamat, hammaga jakolab meni etib o'tinglar. Menmu uning o'xshash shehidlik sharobini ichib, jannatga kirishga rozimanki, qulluq zulm ostida bir kunmi yashamayman. Ko'zlari qizargan Gundupay Gülnisoning ko'ynagini ko'ksidan tortib yirtibdi. O'zini jazo ustiga yatqizib, put qo'lini, beshini taqoqlar bilan taqab qo'ydi. Ondan sim uloqliq qisqashni ilib kelib, uning ikki ko'ksining to'pchisini qisib qo'yib, to'q kunubkisini besibdi. Gülniso qattiq bir silkindi. Ko'zlari chaniqidan edilib chiqib ketgandek, yuragi og'ziga tiqilib qolgandek bo'lib, nafsi to'xtab qoldi. O'z bo'lsa o'llik chiqrab hushidan ketdi. Gundupay xotun to'qni to'xtatib qo'yib, chatda qarab turgan hamrohiga qarab, qaqoqlab kulib ketdi. Aradan ko'p vaqt o'tmay, soqchilar amdila Qarqashqa yetib borgan Rozinsa qizni tutib keldi. Qattiq qiynashlardan keyin del o'tirg'izildi. Qog'ozga g'ussizlangan qizlarning barmog'i bisildi. Sotchi ayıplıgıcı saqchining hamma so'zlarini anglab bo'lib, oldin tayyorlab qo'ygan hukmnomani o'qidi. Gülnisoga 4 yil, Rozinsaga 3 yil, Xalichaga 5 yil qo'shib qamoq jazosi hukm qilindi. Turmadagi hayvonotlar bog'chisi. Xitoy hukumati Uyg'urlar yurtini gullantirish shuari ostida hadab ko'chman yo'tkab shaharlarni xitoylashtirish orqali bir qator sanoat bazalarini qurish bilan billa shahar yezlarda savdo sanoatini kengaytib, bozorlarni jonlantirishga, bir qism kishilarning oldin boy bo'lishiga ruxsat qilgandan boshlab bu g'arbiy yurtga sayohatga, ekskursiyaga kelganlar ko'paydi. Başqacha güzel manzara, o'xshamagan shahar qurilishi, g'ayri din va yot millatlarning bo'libmi tarixda beshini ko'p og'ritgan Uyg'urlarning shahar yezlari, urf-odatlari Xitoylarga xuddi chet elga chiqqandek tuyg'u bergashga, shundaqla hukumat hisobiga yeb ichish, buzib chechish, pul taqsim qilishlar oson bo'lg'ashqa, markazdagi ministerliklardan tortib har qaysi o'lkalarning har darajalik, har soha, har kasbdagi organlari yillik, fasllik yig'inlarini bu yerga o'rinlashtiradi. İlgiri davlat bo'yicha birinchi ayol boy deb nom olgan Robiya Qodir xonimning savdo binosini ziyorat qilgan Xitoy o'maklari endi uni turmada ziyorat qilishini talab qiladigan bo'ldi. Bu xil ekskursiyani eng avval mamlakatlik jamoat xavfsizlik ministerligining tajriba almashtirish yig'iniga kelgan ministr Xitoylar boshlab berdi. Yig'inda iqtisodiy taraqqiyot haqida so'z bo'lsa, Robiya Qodir xonimning savdo sarayini misolga ilib tunishtirib so'zlaydiganlar amdilikda xavfsizlik xizmatida eng tipik misollar qatorida yana Robiya Qodir xonimning delosini so'zlaydigan bo'lishdi. Buni anglagan Xitoy amaldorlarida dunyoni piqirab yurgan, oilasini Amerikaga o'rinlashtirib bo'lgan, uyida dunyoning eng chong boyvachisi Bill Gatesni mehmon qilgan mamlakatlik siyosiy kengash yig'inida butun vakillarni yig'ildi o'tib, jang zaminni eg'iz ochqizmagan bu Uyg'ur ayolni bir ko'rib beqish orzusi paydo bo'ladi. Yeb içip pushqan amaldorlarni xo'shal qilish uchun g'olchilari pay-petak bo'lishib, ularni Robiya xonim yotgan turma kamarga boshlab keladi.
Shundaq qilib, Үрümchiga ekskursiyaga, o'rganishga, yig'inga, sayohatga kelgan Xitoy amaldorlarining ziyorat qiladigan muzeyi, 8-armiya ish boshqarmasi, Lin Zexuning haykali degandek joylarning qatoriga hayvonotlar bog'chisi hisobida Robiya xonimning kamerimi qo'shilgan edi. Xitoy o'maklarining to'lisi tuyuqsiz keladi. Ular xuddi qafasdagi yo'lvosdan urkigandek asta mingishib, bo'yinlarini so'zishib, hatto bir-birini ishtirishib Robiya xonimni ko'ratdi. Ular uchuq ko'ralmidiq deb shikoyat qilg'ashqa, turmadagilar Robiya xonimning kamerining temir eshigini elib o'tib, temir rishadga o'rnatib qo'ygan edi. Bir qitim saqchi maktabida o'rganish kelgan 100dan ortiq saqchi kadrlari Robiya xonimning qapısini ekskursiya qilg'ili kelishdi. Ular maymuni tomosha qilgandek vaqirishib, kulishib, o'zaro talishib qalaymaqanchilik chiqaribdi. Boshlab kelganlar ularni ratlab 3 ratda turg'izib, qator-qator bo'lib ko'rishga tashkiladi. Yana ko'ralmidiq deb vaqirashqalarning texmo yaxshi ko'rilishi uchun Gondupaylar Robiya Qodir xonimni temir rishadga oldiga kelib o'ra turishga buyurdi. Robiya xonim bo'lsa, hayvonotlar bog'chisining tomoshabinlardan joq to'yib ketgan yo'lvorslardek kunib qolgan edi. U kelganlarga parvo qilmaydi. Ammo hech bir fursatni qo'ldan bermay, o'zining haqiqatini, Uyg'urning g'ururini va jasoratini to'xtamay tashviq qilib oladi. Shu asnoda oldidiklari "To'xtab tur, ko'rib bo'lolmadim" desa, kendiklari "So'zlamaydi-ku" deyishib, do'lishib qilishadi. Robiya Qodir xonim bir qadam oldiga mingib kelib, ikki qo'lida temir rishadkini mahkam siqimdab turib, ularga murojaat qildi. Ko'risha, mana men millioner Robiya degan shu. Jongziminni yig'latgan Robiya degan mana men, obdan ko'rib ol. Mana ko'zim, mana og'zim, mana bishim, mana qo'lim, mana putum. Ko'rdinglarmi? Sizlarga o'xshamdikanman. Hamma yerim o'xshash. Lekin sizlarga o'xshamaydigini mening yuragim. Yo'lvosdek yuragim. Uni sizlar ko'rolmaysizlar. Agar sizlarda vijdon degan narsa bo'lsa, insonga xos adolat tuyg'usi bo'lsa, hey Uyg'ur saqchilar, sizlarda milliy ruh, milliy hissiyot, to'g'risi to'miringlarda Uyg'ur qini bo'lsa, ko'zimga tikilib qarab boqinglar. Mening yuragimni ko'ra olaysizlar. Mening yuragim 20 million xalqning tortayotgan azob oqibatlariga chidamay, laxti bo'lib, qon yig'ilgan miskin yurak. Mening yuragim milliy kamsitish, milliy mustamlikachilik, milliy qirg'inchiliklarga qarshi vulqondek portilgan otash yurak. Robiya, to'xta, so'zlama. Voy xuloyiq, u gap qildi, gap qila olmaydi ekan. Tova, ko'nglim bir qism bo'lib qoldi-ya. 45 minut yetmedi, yana uzartib bersanglar. Yo'qolmang, chapsan. Biz sizlarga salbiy dars bergili bu yerga kelib keldik. Bu vatan xoini bo'lgunchining gapiga ta'sirlanib, boshlarini sangiltib ketganini bu qara bularning. Dedi boshlab kelgan amaldorlar. Merkezning yo'g'on qursoq amaldorlari, bexatarlik, xavfsizlik adliya ministrligining cho'ng kichik boshliqlari har qatim kelishganlarida Robiya Qodirni gapga solatdi. Savollar so'rashatdi hamda dakkisini yeb g'ing qilolmay ketib qolatdi. Hey Robiya, bu yoqqa qarag'ina, tunugin soda sarayingni ko'rgan edim. Bugun bu yerda o'zing bir ko'rib olay. Ha, obdan ko'rib olg'in. Talada bo'lsam, men ko'rishga salohiyating toshmaydi. Yana kelib put qo'limni kishan. Temir to'siqlar ichida qahramon vaqtimni ko'rib olding. Menga unutmag'idek ko'rib ol. Har qatim esinga kelganimda yaqinda Robiyaning o'rniga men kirib yotman degan so'zni qilishni unutma. Bu dunyoning hisobi bor. Hey jinoyatchi Robiya, o'rningda tur, so'zimga javob ber. Nima? Sen almashtirib qo'yapsan.
men emas, sen o'zing jinoyatchi. O'zingning jinoyatchi ekanligini unutma. Az kunda o'rnimiz almışdı. Javobini, hisobini men emas, sen berasan. Cho'ng so'zlama, qo'lingdan hech nim kelmaydi. Ham kelmagan. Bilemsen, mening ajdadim davlat qurgan, hokimiyat so'rgan, davlatini boshqara olmaganlarning shahriga askar tortib kirib, davlat boshqarishni o'gitib, qizini ilib qaytgan. Senlarda yetib olmagan. Yurakingni silab boq. Hozir qo'lidan hech nim kelmaydigan bir xotinni temir to'siqlarning ichida ko'rib, yuraklaring titrab ketyotidi. Bizning qo'limizdan nima keldiganligini tarixini varaqlab boqqin, obdan bilsin. Bu xotin sarang bo'lib qolgan o'xshaydi. Ta'tir qarab o'ltirg'in qaranglar. Chaqirsaqmi qaramay. Sen o'zing sarang. Sarang bo'lmasang 5000 kilometr yerdan meni ko'rgil kelamsan. Parvo qilmanglar, pisand qilmanglar. Parvo qilmag'ashqa, pisand qilmag'ashqa 20 million Uyg'urning kuchi mujassamlashgan jasoratimni bilgachga qo'rqib ko'rgil kelgansan. Rabia Qadir xonimning nutqlarini anglagan, savollarining tegishli javobini anglagan, dekkisini yegan Xitoy amaldorlari Beijingda, Shanxayda, Guangzhouda, Xitoyning hamma yerida Uyg'urlar elini ko'rgan ta'siroti haqida gap chiqsala, Rabia Qadir xonim haqidagi hikoya cho'chaklarini havas qilishib yoki bir-birini masxara qilishib so'zlab ketishatdi. Eng oxirida hammasi birdek. Haqiqatan nochikan, alayda iqtidorliqkan, shunlashqa millioner bo'la olgan, hech kimga bo'zak bo'lmagan deb qoyilligini bildirishatdi. Bu xil ekskursiya vaqalari oxiri Rabia Qadir xonimning Ko'rval nomli ko'p ko'plitliq she'rini maydonga keltirdi. O'maklar kelishi bilan tang kamerlardagi qizlar vaqirshatti. Ko'rval. Shunday qilib bugungi o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.